Yer quyoshdan juda katta miqdorda energiya oladi. 173 ming teravat. Bu miqdor insoniyat hozir foydalanayotgan energiyadan 10 ming baravar ko'proq. Demak, bir kun kelib butun dunyo faqat quyosh energiyasidan foydalanish mumkinmi? Buni bilish uchun avval quyosh panellari qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Quyosh panellari fotovoltaik hujayra deb nomlangan mayda qismlardan iborat. Aksariyat panellar eng keng tarqalgan yarim o'tkazgich kremniydan tayyorlanadi. Panelda kremniy kristal qatlamlari o'tkazuvchi moddalar orasiga qo'yiladi. Har bir kremniy atomi yondagi atomlar bilan kuchli bog'lar hosil qiladi. Shu tufayli elektronlar joyidan jilmaydi va hech qanday tok ham hosil bo'lmaydi. Har bir fotovoltaik hujayra ikki turdagi kremniydan iborat. Elektronlar ortiqcha bo'lgan N tip va elektroni yetmaydigan P tip. Bu ikki qatlam tutashgan joyda, ya'ni P-N chegarasida elektronlar bir tomondan ikkinchi tomonga o'tadi. Natijada bir tomon musbat, ikkinchi tomon esa manfiy zaryadlanib qoladi. Yorug'lik foton deb ataluvchi mayda zarralar oqimidir. Quyoshdan uchib kelgan foton panelga urilganda yetarli energiyasi bo'lsa, bir elektronni chiqarib yuboradi. Shunda bir tomonda manfiy zaryadlangan elektron, ikkinchisida esa musbat kovak bemalol harakatlana oladi. Ammo elektr maydon borligi tufayli faqat bitta yo'nalishda harakat qiladi. Elektronlar N tomonga, kovaklar esa P tomonga tortiladi. Bunda elektronlar quyosh panelining tepasidagi ingichka metall chiziqlar orqali yig'iladi. Keyin ular xuddi chiroqni yoqishda kabeldan o'tganidek tashqi zanjir orqali oqib o'tadi. So'ng orqa tomondagi alyuminiy qatlam orqali yana panelga qaytadi. Har bir qism attiga yarim volt beradi. Lekin ularni ketma-ket ulab buni oshirish mumkin. Masalan, 12 dona hujayra telefonni quvvatlasa, butun uy uchun bu albatta kamlik qiladi. Quyosh panellarida elektronlardan boshqa mexanik qismlar yo'q. Shu sababli ular yillar davomida ishdan chiqmaydi va uzoq vaqt bemalol xizmat qiladi. Xo'sh, nega biz hali ham to'liq quyosh energiyasiga o'ta olmadik? Bunga sabablar orasida siyosiy omillar va faqat o'z manfaatini o'ylaydigan kompaniyalar ham yo'q emas. Ammo biz tinchgina boshqa amaliy sabablarni ko'rib chiqamiz. Eng birinchi muammo: quyosh energiyasi yer yuzida teng taqsimlanmagan, ya'ni ba'zi hududlar boshqalardan ko'ra quyoshliroq. Keyingi masala bu energiyaning barqaror emasligi. Bulutli kunlarda yoki tunda quyosh energiyasi kamayadi. Shu tufayli faqat quyoshga tayanish uchun bizga bir yerdan ikkinchisiga energiya uzatish va samarali energiya saqlash tizimi kerak bo'ladi. Yana bir muammo samaradorlik. Agar quyosh nuri kremniyga singmasdan akslansa yoki ajralgan elektron yana kovakka tushib ketsa, energiya yo'qoladi. Hozirda eng samarali quyosh paneli mavjud quyosh nurlarining 46% ni elektrga aylantira oladi xolos. Odatiy panellar esa asosan 15-20% samaradorlikka ega. Lekin bugungi texnologiyalar tufayli butun dunyoni quyosh energiyasi bilan ta'minlashning imkoni bor. Faqat bunga katta mablag' va yetarli joy kerak bo'ladi. Olimlarning fikricha, buning uchun 10 minglab yoki 100 minglab kvadrat mil maydon zarur. Aslida bu ko'ringandek ulkan raqam emas, chunki Sahro kabirning o'zi 3 million kvadrat mildan ortiq. Shu bilan birga quyosh panellari tobora arzonlashib, yaxshilanib bormoqda va doimgi elektr toki bilan bemalol raqobat qila olmoqda. Hatto suzuvchi panellar kabi yangi g'oyalar ham paydo bo'lmoqda. Hozirda dunyoda 1 milliarddan ortiq odam barqaror elektr tarmog'iga ega emas. Hatto ba'zi quyoshli hududlarda ham. Ular uchun quyosh energiyasi kerosin yoki boshqa yoqilg'ilarga nisbatan ancha arzon va xavfsiz. Ammo Finlandiya yoki Norvegiya kabi joylarda to'liq quyosh energiyasiga o'tish hali ham salgina imkonsizroq.